Bugun men sizga oilaviy kelishga yoki gap o'tkazishga mos bo'lgan Quddusdagi ko'rsataman. Endi bu yerda 1 million 100 ming to'plami bor yo'g'i chegirmada 599 ming so'm qo'yib qo'yishibdi. Zo'ra? Bu 6 kishilik set ichiga 1 kilo yaproq donar, 6 ta merjimik sho'rva, 6 ta bardak choyi, salatadan bitta ezma, bitta suzma, bitta mangalda pishgan piyoz, bitta mavsumiy salat, bitta porsiya free va yana donar bilan yeyishga lavash beriladi. Ovqatlarning mazasi yaxshi, yonida limonlar bilan ishtaha ochar qilib berishdi. Donar bo'lsa o'ta mazali. Turkchada cho'k go'zal dermada xuddi shunaqa menga rosa yoqdi. Narxi arzonligi sifatiga ta'sir qilmaydi. Hammasi shu sifatli mahsulotlarimizni barra deb aytishdi. Aytgancha, bu joyi Qashqarlar makonidagi Ne'mati bilan Abdulxoliq Toshkentdagi joy deyshadi. Siz bu haqida qanchalik bilasiz? Yo'q, bizni kamchiligimiz deydigan bo'lsangiz, mana sizga Turkishli mangal to'plami. Narxi bor yo'q 499 ming so'm. Zo'ra? Buning ichiga bo'lsa shunaqa katta Turkishli asarti, 4 ta merjimik, 4 ta choy, 4 ta turk noni, bittadan ezma, suzma, mangalda pishgan piyozi. Hattoki setlarning ichiga xizmat ko'rsatish ham kiradi. Ta'mi sizni o'ylantirmasin. 4-5 kishini olib kelsangiz uyaltirib qo'ymaydi. Ishonamanki, sizga aniq yoqadi. Agar siz oldin bu joyga kelgan bo'lsangiz, fikringizni yozib keting. Xullas, shohona xizmat va mazali taomlar sizni shundoqqina xalqlar do'stligi Yutavr binosini yonginasida kutib oladi. Albatta kelib, yaqinlar bilan diydorlashib keting. Tavsiya qilaman. Aniqlik aytsa, Telegram kanalda bor.